Gostinitsaga ketayotgandik, yo'lda to'xtadik. Mana bu yerda tuyoqushlar bor ekan, zebra bor ekan bu yerda. Mana qara. Zoopark ekan-da, uyi o'zi ham. Ayoda otlar bor. Otlar bor ayoda. Mana zebralar. Yo'lda to'xtadik zebralarni ko'rishga. Qaranglar, uyda boqar ekan zebralarni. Kraska qilgandek o'xshaydi. Ha. Lekin kraska qilmagan. Mana bu uyi. Otlari ham bo'lsa kerak ichkarida-chi. Zoopark ekan-da, o'zi ham uyi. Lola. Ustida uchib yursan-chi. Bo'ladi. Chiqib olasanmi? Xos keladi zebra. Rosa chiroyli ekan lekin, ha? Ha. Otlari ham chiqsa kerak, haliroq chiqsa kerak. Otlar u orqada o'tadi. Qaranglar. Kelyapti. Ha, kelyapti. Biz bu gostinitsaga 4 kunga kelganmiz. Ovqatlarni o'zimiz bilan birga olib kelamiz. Bolalarga ham bunaqa tushunkaga o'xshab go'sht pishirib olaman. Yonida guruch, pyure bo'ladi. Har xil go'shtlarni shunaqa dimlab olaman deb ularga. Musobaqadan kelishiga isitib mana shu yeymiz. Toza protein. Ha, toza protein. Ko'chada har xil ovqatlar sotadi, lekin baribir uyga yetmaydi. To'g'ri, uyga borganimiz zo'rroq. Ha. Zo'r. Ovqat yeb bo'lganingizdan keyin nima qilamiz? Basseynga chiqasan, ha? Bilaversan, chiqmaysan basseynga. Hozir basseynga chiqib keldim. Hozir karavotda yotaman, uxlayman. Ha. Biz Lolish bilan basseynga chiqamiz. Kino bo'ladi soat 8 da pastda. Ha, kino bo'ladi. Basseynda qo'yishadi. Undan keyin Lolishga nakreykali kitob olganmiz. Ha, FIFA World Cup. Mana futbol kitobini olganmiz. Nakreykalarini yopishtiradi Lolish. O'zbekiston bor bu yerda. Bormi? Qani ko'rsatchi. Qani? O, ana O'zbekiston futbolchilari ham chiqadi mana bu nakleykalari. Hamma bor. O'zbekiston Futbol Association. Ha. Upakovkasida nechta bo'lar ekan, Lolish? 7 ta. 7 tami? Ha. Mana bunaqa futbolchilar chiqarganda. Zo'r ekan. Pastda bayram bo'lyapti. Hamma tushib olgan pastga. Hozir 8 da mana bu yerda kino qo'yiladi. Lolish bilan biz ham chiqamiz. Bu yerda quyosh kiryapti, botyapti. Lolish hozir yopishtirib olsin nakleykalarini, keyin pastga boramiz, biz ham. Cho'milasan basseynda? Zo'r issiq. Yigit yana. Mana. Qani? Ha, zo'r.